Endi bular ishlatgan, hattoki biz parcha davlatda cheklanadigan bir uskunlarga hamda buni xohlagancha akilish mumkin emas. Shu suratdagi 4 Xitoy ayrim parcha holatda Turkiyaga qandaq olib kelganligidan tortib 5 yil burun Turkiyaga yerlashib o'zini kattabashi, jasusning kattabashi bu yerda oldini olib bütün hozirliklarni qilganligini degandek narsalarni dedimdi. Biz ham shu uskunlarga borsak, oldi bilan bular shu nima IMSI signal tutquchi mushuni ishlatib turib, shu saxta ba'zi punktlarga telefonlarimizni ularning o'zining nimasiga ulab ma'lumotlarni o'g'irlaganligini bildirdi. Mushu uskuna bu IMSI degan nima mushuni sizdan olgan bo'lsak. Endi bu masalani tushundirish uchun biz biroz shu yo'tkilishchan torninki tarixiga biroz qarab chiqishimiz kerak. Uning keyindan shu IMSI hozir siz degan shu signal tutquchninki asosi bo'lgan shuning ta'minlab berayotgan texnikalar haqida to'xtalishimiz kerak. Ham biz bu oldi bilan yo'tkilishchan torninki tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu yo'tkilishchan asboblar yoki yo'tkilishchan telefon 70-yillarda barliqqa kelgan. 70-yillarda agar vatanda yashab baqqanlar agar esida bo'lsa, cho'ngroq odatdagi odamlarning emas, cho'ngroq tijorat bilan shug'ullanadigan yoki cho'ng shirkatning boshliqlarining qo'lida Dagada deydigan bir narsa bor, Motorola'ningki. Bu kesakdak. Bu 70-yillarda boshlangan birinchi avlod yo'tkilishchan telefonninki boshlanishi shu Motorola'dan boshlandi. Bu Motorola davri deyli. Taki 90-yillarning boshlarigacha 15 yildan 20 yil atrofida bu birinchi avlod yo'tkilishchan asboblar shu Motorola asboblari ishlatilgan. Bu dastlabda barliqqa kelgan vaqtida faqatlam buningdan biz so'zlasha oladigan, telefon ura oladigan, telefon qabul qila oladigan shakldan bo'lgan, ammo tanarqini yuqori bo'lganligi uchun ham har bir minut so'zlashishning bahosini qimmat bo'lganligi uchun ham normalda bu analog signalni ishlatganligi uchun har bir shaharning ayrim bir sistemasi bo'lib, u bir shahardan yana bir shaharga o'tkazilgan vaqtida nurg'un murakkabchilik bo'lgan, hatto tanarqishib ketadigan ishlar bo'lib, bu asosan shu savdo sohasidagi baylarninki ishlatilish doirasida cheklangan. Faqat telefon qiyg'ili bo'ldi. Ham 90-yillarning boshlariga kelgan vaqtida biz birinchi avlodni Motorola davri degan bo'lsak, 90-yillarning boshlariga kelgan vaqtida Nokia davri boshlandi. Bu Nokia bu ikkinchi avlod shu yo'tkilishchan asboblarni bozorga soladi. Bu vaqtda analog signaldan digital signalga o'zgardi. O'zgargan vaqtida bu yerda so'zlashishlar emas, qisqa uchur, xatolashmasam 160 raqam bilan cheklangan bir qisqa uchur avatish shu vaqtdagi eng yangilik bo'lib hisoblanadi. Telefonlashish masqadamlik aloqalashish bo'lgan bo'lsa, bu qisqa uchur masqadamlik bo'lmagan, masalan, men chuqum torda nimada telefonda bo'lishim yoki chuqum yenimda telefon bo'lgan bo'lishini atayin qisqa uchurni men xalqa vaqt ko'ra olaman, xalqa vaqt javob qila olaman. Bu bir yangilik bo'lgan. Endi hozirda shu ISMI signal tutquch shuning bilan munosabatli. Ikkinchi avlod, ya'ni shu qisqa uchur davri bilan munosabatli bo'ladi. Bu toki 2000-yilning boshlariga qadar ikkinchi avloddagi biz nima bilan ishlatdik. Barbara uning tanarxini tövalladi, undan keyin normal odamlar ishlatiladigan bo'ldi. Undan keyin 2000-yilning boshlarida biz aqlli telefon boshqa ko'rdik. 3-avlod Tormonondan keyin barliq keldi. Barbara hamda hozir biz bugun hamda 5-avlod to'g'riliq nima qilamiz. Endi bu yerda men bu tarixni so'zlashdiki, shu ikkinchi avlodlar munosabatli bo'ladiganligini, endi telefonning qanday qilib shu to'g'ri kirdiganligi bilan tushundirma. Bu yerda masalan biz qo'limizda bir yo'tkilishchan bir asbob bor, telefon. Yo'tkilishchan asbob. Qo'l telefon bo'ldi-ku. Qo'l telefonni biz dastlabda oshqa vaqtdan boshlab nima qilgan vaqtida biz telefon darhol oshqa vaqtida balkim telefonda signal bo'lmasligi mumkin. Ma'lum bir vaqtdan keyin telefonga signal paydo bo'ldi. Signal paydo bo'lganda bilamiz, bu tarafda bizningki mulozimatlarni ta'minlagan shirkatning ismi, masalan Turkcell bo'lgan bo'lsa Turkcell yoki bo'lmasa Avia bo'lgan bo'lsa Avianing ismi chiqadi. Uning keyin uning yeniga qaysi xil tor
qaysi avlod to'g'ri bilan biz ulanayotganligimizni ko'rsatib turdi. Ya 5G deb chiqadi, ya LTE deb chiqadi 4-chi avlodga, ya 3G deb chiqadi, ya E deb chiqadi, bu 2-chi avlod bu. Demak, bu bizningki to'rga kirganligimizni bildirdi. To'rga kirgandan keyin biz ya telefon qila olamiz, yoki to'rdan bir narsani izlaymiz, yoki bo'lmasa uchrayotimiz yoki WhatsApp bilan bir ish qilamiz. Ya'ni mashg'ulot qilish uchun avval to'rga kirishgan. Xo'sh. Bu yerdagi mashg'ulot qanday bo'ladi unda bo'lsa? Men telefonni ochgandan keyin demak ichida bir sim karta bor. Sim kartani orqali men nimani izlayman? Yaqin atrofdagi antennani izlayman. Nim bilan izlayman? Mush sim kartining ichidagi sim kartaga xos bo'lgan bir nomer orqali izlayman. Bu yerdagi IMSI degan narsa mush sim kartadan keladi. Sim kartaning ustida normalda 15 xonalik bir son bor. Bu son shu biz deyotgan ISMI degan narsa shu. Bu 15 xonalik son nimalarni tarkib topadi degan vaqtida 5'idagi balkim 3 xonalik son mush davlatga tava bo'lgan, Turkiya davlatiga tava bo'lamdi yoki Shveysariya davlatiga tava bo'lamdi. Shuning munosabatli bir son bo'ladi. Undan keyingi 3 xonalik son Turkcell bo'lamdi yoki Swisscom bo'lamdi, shuning tava bo'lgan nomer bo'ladi. Undan keyindagi sonlar menga xos bo'lgan nomer bo'ladi. Bir narsani esimizga olsak, 2000-yilning boshlarida 11-sentabr voqeasidan keyin sim karta almoq tez bo'lib ketdi. Qandaq ko'chadan berib burun sim karta ola olgan bo'lsak, 11-sentabr voqeasidan keyin biz maxsus telekom shirkatlariga berib pasportimizni ko'rib ko'rsatib turib, tizimlab turib biz sim karta sotib olamiz. Bu yerda ular nimani tizimlaydi? Shu IMSI nomerini bizning pasportimizga, adresimizga, kimligimizga bog'laydi. Endi xuddi biz pasportimizni ko'tarib yoki kimligimizni ko'tarib bir yerdan bir yerga borsak, siyirgandan keyin bizniki kimligimiz shu yerda chiqqanga o'xshash ISMI mo shu telefonningki kimga tavaligini isbotlaydigan yoki shu sim kartining nega tavaligini isbotlaydigan bir 15 xonalik son. Yoki bo'lmasa biz joyimizda o'tirib turib bir IBAN nomeri bo'lsa, dunyoning har qanday joyiga biz pul avatalaymiz, chunki IBAN nomeri ma'lum bir shaxsga xos bo'lganligi uchun shu IBAN nomeri pul IBAN nomeri orqali shu odamni tepib bordi. Xuddi ISMI nomerimi men nerda bo'lsam, dunyoning har qanday joyida shu 15 xonalik son orqali mening kimligimni, kimga tava bo'lganligini bilalaydi. Endi telefon ochilgandan keyin oldi bilan xarakteri nima degan vaqtida shu yo'tkilishchan to'rninki xarakterida masalan asvab ochilgandan keyin darhol atrofdagi antennani izlaydi. Qaysi antennani izlaydi deganda eng kuchli signal taqtiyotgan antennani izlaydi. Izlagandan keyin o'zini shu antennaga ma'lum qiladi. Men hozir ochildim, menga ulanish kerak. Men shu nomer bilan ulanmoqchi degandan keyin antenna agar meni qabul qilsa, bu yerdagi 15 xonalik son orqali bu men tunuydigan nima ekan, chunki uning oq tarafda uni shu odamning shu shirkatga tava bo'lgan yoki bo'lmasa boshqa davlatdan kelgan bo'lsa, shu davlatdagi shirkatlar munosabati bo'lgan shirkat bo'lgan bo'lsa, antenna bu signalni qabul qiladi. Qabul qilmasa, ya'ni rad qiladi. Rad qilgandan keyin ikkinchi kuchli bo'lgan antennaga o'zining uchirini avatadigan gap. Ma'lum bir antenna bir necha bosqichdan keyin agar men shu antennaga ulanishga tegishli xaridor bo'lgan bo'lsam, demak men antenna ulanmayman. Antenna ulangandan keyin antenna bu men o'zimni men palani men mau nomerdan sana ulanmoqchi deb o'zimni isbotlaгаnim bilan antennaniki telefonga o'zini isbotlash nimasi yo'q. Bu texnikiningki yasalishi ana shunday yasalgan. Antenna telefonga o'zini isbotlamaydi. Men o'zimni isbotlayman. Degandan keyin shuning bilan unda sen bu ISMI bilan kiribsan, unda menga boshqa uchurlarni avatib bergandan keyin, boshqa uchurlarni avatgandan keyin bu ishimizning o'tirida bir munosabat shakllanadi. Men to'g'ri kiraman, to'g'ri kirgandan keyin men aniga SMS yozamdim, boshqa ishlarni qilamdim, buni qilaman. Bu yerda o ISMI signal tutqush degan narsa texnikani shunday nima qilinganligi uchun o'zini telefonga isbotlash nimasi bo'lmaganligi uchun antenna demak telefonga bog'landi. Uning keyindan bog'langandan keyin telefonninki nusxalari yana bir iqtidorlarga asosan qaysi xil usul bilan qaysi kelishim bilan ulanishni antenna bajalaydi. Masalan, hamma telefonninki 5-avlod to'rini qo'llash iqtidori yo'q. Yoki bo'lmasa, mening to'lagan oylik haqqim 5G
5G'ni o'z ichiga olmagan bo'lsa 4G'ga ulaydi. Antenna mening qaysi kelishim bilan to'rga bog'lanishimni men belgilamayman. Birsiga telefonimning iqtidori belgilaydi, mening oylik to'lagan pulimning nimasi miqdori belgilaydi, uning keyin antenna iqtidori belgilaydi. Ammo antenna xolisa 5-chi avlod emas, 4-chi avlod emas, 2-chi avlod bilan meni to'rga bog'latadi. Bog'langandan keyin men antenna menga nima kanalni ichib bergan bo'lsa, qaysi xil kelishim bilan ichib bergan bo'lsa, men shuni istiqiylik oldi qabul qilib, men o'zimning signalini antennaga yo'llayman. Bu yerda bu ISMI signal tutqush degan narsa mushu texnikaninki qandaq holatda yasalganligining yuchuqidan foydalanadi. Hamda bu yerda biz birinchi avlodda analog signal bexatarlik masalasi mavjud emas. Ikkinchi avlodda ikkinchi avloddami hech qanday bir quluplash texnikasi, u zamonlardagi mayli uchuq texnikasi bo'lsin, mayli telekomda ishlatilgan texnikalar bo'lsin, bu quluplash texnikasi yoki bo'lmasa bexatarlik narsa degan u zamonlarda bundaq cho'ng bir tema emas. Masalan, biz shirkatlarning to'g'rimi xalqan bir yerda ketib etib, internet kafeda o'tirib turib, shirkatning to'g'riga shu IP adresi bilan kirib, o'zimizningki bexatar bo'lmagan kelishimli yumshoq detallar bilan password bilan ismimizni basakli kirib ketadi. Hamda bugungi kunlikda VPN bilan bog'lab, ikki qadamlik dalillashni ishlatib yurib, o'zimizning kimligini yana bir xil usullar bilan isbotlab turib, to'g'ri kirimiz hatto kirgilim bo'lmaydi. U zamondagi nimada kelishimda bexatarlik bo'lmaganligi uchun 2G'ninki ojizlik tarafi shu. Ham bu men hamda hozir abayqilik telefonninki to'g'ri kirish jarayonini qilsak, antenna mening qaysi kelishim bilan to'g'ri kirishimni belgilaganligi uchun meni eng to'van holatdagi masalan 2-chi avlod to'g'ri bog'lanishiga akib turib meni menga to'g'ri uchurni qilib berdi. Hamda avayda dedik. Telefon bog'langanda eng kuchli signal taqtiyotgan antennaga bog'landi dedik. Bu yerda mening tanlashim yo'q. Men faqat istiqiylik holda eng kuchli signal taqtiyotgan antennaga bog'lansam bo'ldi. Yana bir yuchuq nerdan keldi desa, mening qaysi yo'ldan bog'lanishimni antenna belgiledi. Shundan eng to'van bexatarlik qo'llanmasi holatda hatto quluplanmagan uchur almashtirish shaklida meni to'g'ri bog'lab qo'ydi. Men uni bilmayman. Chunki u yerda menga o'z beradigan bir narsa yo'q. Agar bexatarlik tadbirini yetarlik olmagan bo'lsam, demakki men yalang'och shaklda uchurni men antennaga yo'llayman. Yo'llagandan keyin shular antenna men undan keyin antenna uni rasmiy nimaga antennaga yo'llaydi. Demak, men rasmda ko'rayotganimizdek bu aslik to'pidagi ko'k siziq normal antenna bilan telefonninki qilayotgan munosabati. Ma töven tarafdagisi bo'lsa-chu degan vaqtida, ma töven tarafdagi asbobning signali yuqoridagi antennadan kuchli bo'lganligi uchun telefon istiqiylik holda ma tövendagi asbobga yo'lladi. Undan keyin butun asldagi antenna bilan bo'lgan munosabat orliqdagi asbob bilan bo'lyapti. Demak, bu o'ttirdagi odam orqali hujum qilish degan bir narsa chiqadi. Bu yerda man in the middle attack deydigan bir narsa bor. Shu o'ttirdagi odamning hujumi bu yerda nimaga ishlatildi degan vaqtida ashad eqib o'tayotgan signalning hammasini, eqib o'tayotgan uchurning hammasini bu asbob suzib elib, uning keyindan uningdan o'ziga munosabatli, o'ziga foydali yoki o'zi nishon qilgan uchurlarni oladi. Uning keyin yana bir narsa nima degan vaqtida bu antenna bo'lgan ekan, albatta keyniga turib bir narsa yo'llay oladi. Masalan, xolisa, masalan, xuddi telekom shirkatlariga o'xshash shaklda yoki bankninki, Kuwait Turkninki nomida masalan sizga uchur yo'llay oladi. Uning keyindan siz Kuwait Turk bilan bir aloqalashib SMS bir narsalarni yo'llagan bo'lsa, Kuwait Turk bankasidan deylik, sizningki 2 qadamlik dalillashni elektronlik bankingiz qilgan. U SMSni tutib turib, undan foydalanib bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin, 10 sekund, 15 sekund yoki 20 sekund kechiktirib sizga yo'llab turdi, ya bunu tutib qoladi. Sizga SMS kelmadi deysiz, yana bir navbatsiz u vaqtida allaqachon siz kechikkan bo'lasiz. Demak, bu o'tirib turayotgan odam shu internet to'g'rida qulupsiz shaklda menayotgan uchurlardan foydalanib turib, sizga foydasiz ishlarni qilishi mumkin. Bu yerda agar bu hozirgi 5-chi avlod yoki 4-chi avlod to'r bog'lanishi bo'lgan bo'lsa degan vaqtida, endi hozir bu qancha yuqorigan siri bu to'r texnikasiningki, ularningki bexatarlik kelishimlarining murakkabligi ishib bordi. Ham uni buzmoq
Sal murakkab, ammo imkoniyat yo'qmi degan vaqtida masalan ikkiga yalang'och holatda mangan bo'lsa, balkim ikkinchi avlod, uchinchi avlodda biroz quluplash texnikasi bo'lgan bo'lsa-mu, ojiz shakldagi bo'lganligi uchun sal murakkab texnikalarni ishlasa, uni yechib o'tishi mumkin. 4-5-ga kelgan vaqtda degan vaqtda u chog'da texnik murakkab bo'ladi. Hamda demoqchi o'g'lim nima deganda, bu shu Avropa ishbirlik harakat etib qolgan bu Xitoylar amaliyotda texnikadagi mavjud bo'lgan, kona texnikadagi mavjud bo'lgan yuchuqdan foydalanib, shu yerdagi Uyg'urlarning ustidan, yoki bo'lmasa turk tashkilotlarining ustidan, hatto hukumat amaldorlarining ustidan uchur to'plashib qolgan. Biz chunki bular nihoyatda ustalik bilan texnikadan foydalanib, aslidagi uchurningki aloqalash shaklini nihoyatda yaxshi shaklda doğruya olganligi uchun biz uni istixiyalik holda ularning oldidan xaltasiga tushib uchur almashtirganligimiz uchun u texnikaning yuchuqidan ular foydalanib ketdi.